Vyetnamga qilgan sayohat men uchun judayam katta taassurot qoldirdi. Eng avvalo Vyetnam xalqi haqida gapirmoqchiman. Ularniyam xalqi bizani xalqimizga o'xshab mehribon, xushmuomala, ochiqko'ngil, har doim yordam berishga tayyor bo'lgan sodda xalq ekan. Qayerga bormay o'zimni mehmondek his qilmadim. Xuddi qadrdon insondek bemalol aylanib, maza qilib tomosha qildim. Va yana bitta zo'r joydan biri zoopark. Zooparkga bordim. Zoopark judayam chiroyli, hamma hayvonlari bor. Ko'rib hech to'ymaysiz. Ayniqsa oilangiz bilan borsangiz judayam yoqimli. O'ta jirafalar, yirtqich hayvonlar o'z ko'zim bilan ko'rdim. Judayam hayajonli, yoqimli tajriba bo'ldi. O'zim xuddi bolalardek o'sha yoshligimni, bolalik hissimni qaytarib qo'ygandek bo'ldi. Menga bu judayam yoqimli bo'ldi. Maza qildim. Hamma hayvonlarni tomosha qilib, xuddi nima deydi, Afrikaga tushib qolgandek his qildim. Chunki hamma o'sha televizorda ko'rgan hayvonlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu menga judayam yoqimli bo'ldi. Vyetnam dengizlari haqida gapiradigan bo'lsam, judayam go'zal. Osmon bilan birlashib ketgandek tuyuladi. Ayniqsa tropik mevalari judayam mazali, betakror. Plyajlarni tomosha qilib charchamaysiz. Judayam o'zimni baxtli his qildim. Hamma o'sha dengizdagi hayvonlarni ham tomosha qildim. Har xil insonlar bilan tanishdim. Hamma baxtli edi u yerda. Unutilmas lahzalardan biri bu dunyodagi eng uzun kanatga chiqishim bo'ldi. Judayam xursand bo'ldim. Ayniqsa tepadan o'sha kanatga ko'tarilganda pastdagi mayda orolchalar, kemalar, qirg'oqlar judayam chiroyli ko'rinardi. Va yana kanatdan boshqa orolga borib, u yerdagi akvaparklarni tomosha qildim. Judayam yoqdi. Shunaqa chiroyli baliqchalar bor ekan, ko'rib maza qilib dam olasiz. Shunaqa chiroyli, judayam go'zal, betakror, insonni ko'zi tushgan har bir mayda detallar ham sizni baxtli his qilishingizga yordam beradi. Dengiz mahsulotlarini ko'rib judayam xursand bo'ldim, chunki judayam yaxshi ko'raman. Ko'rib xilma-xilligini shoshib qoldim, qaysi birini yeyishni ham bilmay. Ko'chalarni aylanib judayam maza qildim. Mevalarga gap yo'q. Reproduktiv salomatlik tinch qalbdan boshlanadi. Sayohat stressni kamaytiradi, ruhni yangilaydi. Inson har doim ham faqat dori bilan davolanmaydi. Ba'zan uni ruhi charchagan, qalbi to'lgan, tanasi stressga javob qaytara olmaydigan vaqtlar bo'ladi. Mana shunaqa vaqtlar ko'proq sayohat qilib, yangi joylar, boshqacha havo, o'zga manzaralar insonga ko'proq yordam beradi.